Xonimlar va janoblar, O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 33 yilligiga bag'ishlangan tantanali tadbirga O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tashrif buyurdilar. Marhamat, kutib olamiz. Assalomu alaykum, qadrli vatandoshlar, muhtaram mehmonlar, xonimlar va janoblar. Siz azizlarni ko'p millatli xalqimizning bugungi ulug' ayyom bilan chin qalbimdan tabriklab, barchangizga o'zimning yuksak hurmatimni, ezgu tilaklarimni izhor etishdan baxtiyorman. Mustaqillik bayrami barchamizga muborak bo'lsin. Qadrli do'stlar, mana shu hayajonli daqiqalarda hammamiz milliy istiqlolimiz naqadar bebaho ne'mat ekanini, uning tarixiy ahamiyatini yanada chuqur his etmoqdamiz. Aynan mustaqillik tufayli milliy davlatchiligimizni qayta tiklandi. O'zbekiston yangi tarixiy davrga qadam qo'ydi. Aynan istiqlol tufayli jahon hamjamiyatidan munosib o'rin egalladik. Shu bilan har qancha faxrlasak, g'ururlasak arziydi. Shunday qutlug' kunda O'zbekiston mustaqilligi uchun kurashgan vatanparvar ajdodlarimiz xotirasini minnatdorlik bilan yodga olishimiz tabiiy albatta. Ular o'z xalqini taraqqiyot sari boshlagan jadid bobolarimiz, milliy ozodlik yo'lidagi jon fido etgan ulug' ajdodlarimizdir. Ular g'oyat og'ir sharoitda ham milliy istiqlol va hurriyat g'oyalariga sodiq qolgan qahramonlarimizdir. Bugun ularning ezgu g'oya va tamoyillariga tayanib, yangi hayot, yangi jamiyat poydevorini yaratmoqdamiz. Bu fidoi zotlarning nomlarini hech qachon unutmaymiz. Ularning xotirasi qalbimizda, yuragimizda hamisha yashaydi. Hurmatli bayram ishtirokchilari, keyingi yillarda yangi O'zbekistonni barpo etish yo'lida ulkan qadamlar qo'ydik. Har bir ishimiz, har bir yutug'imizda istiqlolning buyuk qudrati yorqin namoyon bo'lmoqda. Vatanimiz dunyoga, dunyo esa yurtimizga keng ochilmoqda. Mintaqamiz va butun jahonda do'stlarimiz, hamkorlarimiz ko'paymoqda. So'nggi 7 yilda O'zbekiston tashabbuslari asosida Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi tomonidan 10 dan ziyod, jumladan joriy yilda 4 ta maxsus rezolyutsiya qabul qilindi. Jahon banki bu yil mamlakatimiz yalpi ichki mahsuloti 5.3% o'sishini prognoz qildi. Ko'plab davlatlar bilan solishtirganda bu ancha yuqori ko'rsatkich. Xalqaro valyuta jamg'armasi e'tirof etganidek, 2023-yilda yalpi ichki mahsulotimiz ilk bor $100 milliard oshdi. Barcha islohotlarimizning ruhi va mazmuniga
inson qadri uchun, el yurt baxti uchun degan ezgu g'oya chuqur kirib bormoqda. Iqtisodiy yutuqlarimiz joriy yil sentyabr oyidan pensiya va nafaqalar miqdorini, oktyabr oyidan esa byudjet xodimlari, shifokorlar va pedagoglar maoshini oshirish imkoniyatini bermoqda. Odamlarimizda hayotdagi muammolar yechimiga daxldorlik hissi, faol fuqarolik pozitsiyasi kuchaymoqda. Aholimiz tashabbusli byudjet loyihasida faol qatnashib, mahallalar hamda ijtimoiy obyektlarni moliyalashtirishni mustaqil hal etmoqda. O'tgan davrda yurtdoshlarimiz ma'qullagan 13 mingdan ortiq loyihalar uchun 11 trillion so'm mablag' ajratilgani ham buni tasdiqlaydi. Ekologiyani asrash, tabiiy resurslarni tejab ishlatish, jumladan suvdan oqilona foydalanish bo'yicha zamonaviy tizimlarga o'tish ishlarini boshladik. Mamlakatimizda yashil makon dasturi davom etmoqda. Ayniqsa o'zlaring guvohi bo'lganlaringdek Orol dengizi tubini ko'kalamlashtirish ishlari muvaffaqiyatli amalga oshirilmoqda. Eng muhimi, ushbu loyiha mintaqa bo'ylab chang va tuz tarqalishini oldini olishga yordam bermoqda. Muhtaram yurtdoshlar, bugungi kunda navqiron farzandlarimiz yangi O'zbekiston ravnaqiga munosib hissa qo'shmoqda. Buning tasdig'ini yaqinda Parijda bo'lib o'tgan 33-yozgi Olimpiya o'yinlarida yana bir bor yaqqol namoyon bo'ldi. Azmu shijoatli o'g'il-qizlarimiz dunyodagi eng yirik sport anjumanida 8 ta oltin, 2 ta kumush, 3 ta bronza medalni qo'lga kiritdilar. Ayniqsa mard va jasur bokschilarimiz Bahodir Jalolov, Hasanboy Do'smatov, tekvandochi o'g'lonimiz Ulug'bek Rashidov mana shu masalaga alohida e'tibor berishlarini iltimos qilaman. 2 marta Olimpiya chempioni degan yuksak sharafga sazovor bo'ldilar. Ular milliy sportimiz tarixida shonli sahifa ochib berdilar. Hech shubhasiz Olimpiya chempionlari Diyora Keldiyorova, Lazizbek Mullajonov, Abdumalik Halokov, Asadxo'ja Muhiddinxo'jayev, Razanbek Jamolov, kumush medali sovrindorlari Svetlana Osipova, Akbar Jo'rayev, bronza medal sohiblari Alisher Yusupov, Muzaffarbek To'raboyev va G'ulomjon Abdullayev ham Parij maydonlarida chinakam qahramonlik namunasini ko'rsatdilar. O'zbekiston tarixida tom ma'noda rekord natijalar, mislsiz yutuqlarga erishgan g'olib va muzaffar sportchilarimizga shon-sharaflar bo'lsin. Albatta, Parij maydonlarida qo'lga kiritilgan barcha yutuq va natijalar olimpiyachilarimizning xalqimizga munosib bayram sovg'asi bo'ldi. Fursatdan foydalanib,
Parij Olimpiadasida vatanimiz bayrog'ini baland ko'targan mohir sportchilarimizga, ularning ota-onalari va ustoz murabbiylariga xalqimiz nomidan yana bir bor chin dildan qutlaymiz. Shu kunlarda Parijdan yana ketma-ket quvonchli xabarlar kelmoqda. Paraolimpiyachi o'g'il-qizlarimiz ham xalqimiz uchun mustaqillik bayramiga munosib sovg'alar hadya etishmoqda. Mahoratli sportchimiz Asila Mirzoyorova, Qudratulla Marufjonov, Elbek Sultonov dastlabki oltin medallarni, matonatli o'g'il-qizlarimiz Ziyodaxon Isakova, Kubara Hakimova kumush medallarni, Muslima Adilova, Mohigul Hamdamova va Tolibboy Qo'ldoshev esa bronza medallarni qo'lga kiritdilar. Mana bizning qanday qahramonlarimiz, qanday o't yurak pahlavonlarimiz bor. Ularga tahsinlar va tasannolar bo'lsin. Ana shu jasur va fidoyi farzandlarimizni chil dildan qutlab, bunday yutuqlardan ruhlangan sportchilarimiz albatta yanada yuksak marralarni egallaydilar. Men bugun ular bilan telefonlashdim. Janob prezident yana shoda medallar ko'p bo'ladi deb va'da berdilar. Hurmatli do'stlar, bugungi nihoyatda murakkab va tahlikali davr oldimizga yangi sinov va muammolarni ko'ndalang qilib qo'ymoqda. Lekin hayot qanchalik mashaqqatli bo'lmasin, mamlakatimizda demokratik, yana bir marta qaytarmoqchiman, inson qadri degan tamoyinlar mamlakatimizda demokratik islohotlarni izchil davom ettiryapmiz va albatta mana shu demokratik islohotlarimizni davom ettirib, xalqimizning rozi qilishga, tinchlik va barqarorlikning mustahkamlashga bor kuch va imkoniyatlarimizni albatta safarbar etamiz. Qurolli kuchlarimizni zamonaviy qurol-yarog' va texnika bilan ta'minlash, ularning jangovar va ma'naviy salohiyatini oshirishga bundan buyon ham ulkan e'tibor qaratamiz. Lekin tinchlikni saqlash faqat harbiylarimizning ishi bo'lib qolmasligi kerak. Bu barchamizning, har bir O'zbekiston fuqarosining muqaddas burchi bo'lishi shart. Yurtning kuchi birlikda, qadri esa tinchlikdadir. Muhtaram vatandoshlar, hozirgi kunda yangi O'zbekistonni barpo etishda asosiy e'tiborni 5 ta ustuvor yo'nalishga qaratmoqda biz. Bular avvalo sifatli ta'lim tizimini yo'lga qo'yish. Men har vaqt bu safar bu to'g'risida gapiraman. Bilinglar, bu to'g'risida gapirishga hech qachon chartamayman. Birinchi, agar sifatli ta'lim yo'lga qo'ymasak, islohotlarimiz amalga oshirish juda qiyin bo'ladi. Ikkinchisi, biznesni rivojlantirish. Uchinchisi, korrupsiyadan xoli adolatli sud tizimini yaratish. To'rtinchisi, sog'liqni saqlash sohasini tubdan yaxshilash. Beshinchisi, ekologik barqarorlikni ta'minlashdan iboratdir. Muammolarning yechimi, savollarimizning javobi faqat va faqat ta'limda. Hamma eshiklarni ochadigan kalit ham faqat va faqat ta'limda va tarbiyadadir. Shu sababli maktab ta'limini isloh qilish bo'yicha katta dastur qabul qildik. Maktablarimizda avvalo ona tili va adabiyotni chuqur o'rganishga alohida e'tibor qaratmoqda biz.
farzandlarimizga chet tillaridan sifatli ta'lim berish maqsadida xorijiy til egalarini olib kelmoqda biz. Maktab o'quvchilari jahondagi ilg'or tajribalar asosida tayyorlangan zamonaviy darsliklar bilan ta'minlanmoqda. Yurtimizda dunyodagi nufuzli oliygohlarning filiallari ochilib, O'zbekistonni yirik ta'lim markaziga aylantirishni maqsad qilganmiz. Yoshlarimiz yetakchi xorijiy universitetlarda tahsil olib, tajriba orttirib, vatan ravnaqi yo'lidagi xizmat qilishga bel bog'laganlar. Buning uchun ularga El yurt umidi jamg'armasi orqali yanada qulay imkoniyatlar yaratamiz. Ayniqsa xotin-qizlarni bilim olishlari, kasb egallashlariga alohida e'tibor qaratishimiz lozim. Men hurmatli ota-onalarga qarata aytmoqchiman. Qizlaringizni o'qiting. Orzu umidlarini ro'yobga chiqarishlarida ularga ko'makchi bo'ling. Ulug'larimiz aytganlaridek, o'g'il bola o'qitsak, bir kishi savodli bo'ladi. Qiz bolani o'qitsak, butun oila, butun jamiyat bilimli bo'ladi. Rahmat, mana shunday qizlarimizni o'qitish, ayollarimizga yaratgan sharoitlarimni qo'llab-quvvatlaganingіз uchun katta rahmat. Bugun O'zbekistonning barcha yoshlariga murojaat qilmoqchiman. Qadrli o'g'il qizlarim, mamlakatimiz istiqboli, barcha ezgu niyatlarimiz ijobatini biz avvalo sizlarning timsolingizda ko'ramiz. Kelajakda turli sohalarda ulkan yutuq va zafarlarga erishib, yurtimizning dunyoga yanada keng tarannum etishingizga istaymiz. Marrani baland oling. Siz buyuk ishlarga qodirsiz. Hamisha o'z kuchingiz, qat'iyat va salohiyatingizga ishoning. Davlatimiz, xalqimiz, prezident sizlarning bu yo'lda doimo qo'llab-quvvatlaydi, har qanday yordamni ayamaydi. Hurmatli bayram ishtirokchilari, biz Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish yo'lidagi sa'y-harakatlarimizni qat'iy davom ettiramiz. Alohida kompaniyalarga berilgan monopol huquq va imtiyozlarni bosqichma-bosqich bekor qilib, barchaga teng huquqli berilishini ta'minlaymiz. Joriy yilda energetika, neft, gaz, suv xo'jaligi, yo'l qurilishi, temir yo'l va aeroport xizmati sohalarida 17 turdagi davlat monopoliyasini tugatish to'g'risida qaror qabul qildik. Bu ishlarni davom ettirib, mamlakatimizning xalqaro savdo makonining ajralmas qismiga albatta aylantiramiz. Yana bir dolzarb masala aholining munosib ish o'rinlari bilan ta'minlashdir. Biz bu borada tadbirkorlarimizga tayanamiz. Shu bois ularni qo'llab-quvvatlashni yanada kengaytiramiz. Tadbirkorlar bilan har yili yuzma-yuz muloqot qilmoqda biz. Ularning qiynayotgan muammolariga yechim topib, sohani qo'llab-quvvatlash uchun tegishli qarorlar qabul qilyapmiz. Zamonning o'zi tadbirkorlarimizdan keng miqyosda fikrlab ish yuritishni, jahon bozorlarida raqobatbardosh mahsulot yaratishni talab etmoqda. Bu yo'lda ularga omad va yutuqlar tilaymiz. Hurmatli vatandoshlar, biz endi 37 millionlik katta xalqmiz. O'zbekiston hozirgi kunda aholi soni bo'yicha jahondagi eng yirik 40 ta davlatdan biri hisoblanadi. Bu raqamning islohotlarimiz, mehnatimiz, bilim va qobiliyatimiz bilan katta salohiyatga aylantirishimiz kerak.
dengizga chiqish imkoniyatimiz cheklanganini inobatga olib, e'tiborimizni kreativ sohalarga qaratishimiz, ularni jadal rivojlantirishimiz zarur. Jahonda kreativ sanoat mahsulotlari eksportdan yiliga milliardlab dollar daromad topayotgan mamlakatlar juda ko'p. Binobarin, shunday mahsulot ishlab chiqarishga bel bog'lagan ijodkor ishbilarmonlarimizni, ayniqsa yoshlarimizni har tomonlama rag'batlantiramiz. Muhtaram do'stlar, biz bundan 8 yil oldin Markaziy Osiyoni tashqi siyosatimizning eng ustuvor yo'nalishi deb belgilagan edik. Shu asosda qo'shnilarimiz bilan do'stona munosabatlarni tubdan yaxshilandi. Barchamizning fidokorona mehnatimiz bilan xalqlarimiz barqaror taraqqiy etgan, tinchlik va hamjihatlik ruhi hukm suradigan yangi Markaziy Osiyo haqidagi orzu umidlari real haqiqatga aylanmoqda. Mintaqamiz iqtisodiy o'sish va investitsion faollik markazlaridan biri sifatida jadal rivojlanmoqda. Bugungi noyob tarixiy imkoniyatlar asosida Markaziy Osiyoda har tomonlama sog'lom siyosiy muhit, kelgusi avlodlar uchun erkin va xavfsiz kelajak yaratishimiz zarur. Ayni paytda dunyoning barcha davlatlari bilan teng huquqli, o'zaro manfaatli aloqalarimizning yangi bosqichiga ko'taramiz. Fursatdan foydalanib, yangi O'zbekistonni barqaror barpo etishda rivojlanish va taraqqiyotning ta'minlashga qaratilgan tashabbuslarini qo'llab-quvvatlab kelayotgan xorijiy do'stlarimiz va hamkorlarimizga, bugungi tantanamizda ishtirok etayotgan diplomatik korpus vakillariga samimiy minnatdorchilik izhor etaman. Qadrli vatandoshlar, shu kunlarda yurtimiz muhim siyosiy voqea arafasida turibdi. 27-oktyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi va hududlardagi vakillik organlariga saylov o'tkaziladi. Ushbu saylovlar yangilangan konstitutsiyamiz belgilab bergan ijtimoiy siyosiy muhitda rivojlangan davlatlardagi kabi ilk bor aralash saylov tizimi asosida o'tkaziladi. Siyosiy partiyalar tomonidan Qonunchilik palatasiga deputatlikka nomzodlar ko'rsatishda hurmatli ayollarimizning ulushi kamida 40% bo'lishini belgilab qo'yildi. Ishonaman, bo'lg'usi saylovlar xalqaro saylov standartlari va milliy saylov qonunchiliklarimizga to'la muvofiq holda kuchli raqobat muhitida bo'lib o'tadi. Fursatdan foydalanib, butun xalqimizni saylovda faol ishtirok etib, yangi O'zbekiston uchun erkin va farovon hayot, farzandlarimizni baxti va istiqboli uchun ovoz berishga chaqiraman. Aziz va muhtaram yurtdoshlar, bugungi shiddatli hayotning o'zi barchamizning yanada ulkan marralar sari da'vat etmoqda. O'z kuchimiz va salohiyatimiz bilan barpo etgan mustaqil davlat, erkin va ozod jamiyatni yanada kuchli, yanada go'zal va obod etish bosh vazifamizga aylanmoqda. Bu shunday yuksak marraki, unga erishish uchun har qancha mehnat qilsak arziydi. Bu shunday buyuk, sharafli maqsadki, unga butun borligimizni baxsh etsak arziydi. Men ishonaman, barchamiz bir bo'lib, aql, zaqovat, bilim va tajribamiz, kuch g'ayratimizni ishga solib,
bu ulug' manzilga albatta yetamiz. Yorug' va nurafshon kelajagimizni yangi O'zbekistonni albatta barpo etamiz. Bugungi imkoniyatdan foydalanib, mana shunday ezgu g'oya atrofida birlashib, islohotlarimizni qo'llab-quvvatlab kelayotgan, fidokorona mehnati bilan yangi hayot binosini barpo etayotgan buyuk xalqimizga farzandlik mehri bilan ta'zim qilaman. Rahmat. Siz azizlarni, butun xalqimizni yana bir marta davlatimiz mustaqilligini 33 yillik bayrami bilan yana bir bor chin qalbimdan tabriklayman. Yashasin O'zbekiston Respublikasi, yashasin O'zbekiston xalqi.